بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arab alifbosi darslarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi darsimiz Muallim sonidan 7-dars. Biz 7-darsda sin harfi bilan tanishamiz. Demak, sin harfiga kelib to'xtagan edik. Avvalo sin harfini mahraji bilan tanishib olamiz. Mana bu suratda sin harfini mahraji ko'rsatilgan. Demak, sin harfi tish va til orqali tish va til yordamida sin harfi chiqariladi. Tishni pastki tishimizga tilni uchi qo'yiladi va shu natijasida sin harfi hosil qilinadi. Sin, as, si shu kabi yani as tish va til orqali demak sin harfi chiqariladi. O'zimizni s harfi bilan, s tovushi bilan deyarli sin harfi bir xil tovushi. Hop, demak, sin harfini mana bu yerda sin harfini alohida o'zi yozilishi shakli alohida biron bir harfga qo'shilmasdan alohida yozilish. Va mana bu yerda esa kalimani boshida kelgandagi shakl shu ko'rinishda bo'ladi. Va mana bu esa kalimani o'rtasida. Bunisi esa kalimani oxirida yozilish shakli. Shu shaklda bo'ladi. Endi sin harfini harakatlari va boshqa harflarga qo'shib o'qishlikni o'rganamiz. Demak, bu fathalik sa, kasralik si, zammalik su, bas, sam, sir. Demak, ro harfini sukunli bo'lyapti va oldidagi harf kasralik. Shuning uchun buni ingichka qilib, ya'ni tarqiq sifati bilan talaffuz qilamiz, ingichkaroq. Sir, sin, sil. Buni yana takrorlayman. Bas, sam, sir, sin, sil. Safar, saqor, sabaq. Demak, qof harfi sukunlik bo'lganida qalqala qilib o'qiladi. Qalqala sifati bilan. Shunga e'tibor beramiz. Sabaq. Salaf. Samak. Faras. Qatorini takrorlaymiz. Safar, saqor, sabaq, salaf, samak, faras, maslak, maskan,
مسلم مسلم مسرف مسرف سمسم سمسم مسلك مسكن مسلم مسرف سمسم أسلم أسلم يسلم يسلم استيسر استيسر يستيسر يستيسر خاطرين takrorlaymiz. أسلم يسلم استيسر يستيسر. Demak, sin harfini yakunladik. Navbatdagi harf sa harfi bo'ladi. Sa harfini mahraj avval tanishamiz. Mana bu yerda sa harfini mahraj. Demak, sa harfi tepa kurak tishimizga tilni uchi qo'yiladi. Mana shu yerdan sa harfi hosil bo'ladi. Demak, tilda uchi tepa kurak tishimizni uchiga qo'yiladi. Sa, si, sa, as. Mana shu tarzda talaffuz qilinadi. Demak, yana takrorlayman. Tepa kurak tishimizga tilni uchi qo'yilishi natijasida hosil bo'ladi. Sa. Demak, mana bu sa harfini alohida yozilishi, biron bir harfga qo'shilmasdan alohida yozilishi shu shaklda bo'ladi. Mana bu yerda esa so'zni boshida yozilish shakli, mana bu yerda so'zni o'rtasida va mana bu so'zni oxirida yozilish shakli sa harfini. Demak, sa harfini mahraj bilan tanishib oldik. Endi sa harfini harakatlari bilan boshqa harflarga qo'shishni o'rganamiz. Bunisi birinchisi fathalik. Sa, sa. Kasralik. Si, si. Zammalik. Su, su. Shu tarzda bo'ladi. Navbatdagisi bas, bas. Siba, siba. Ba harfiga e'tibor beramiz. Ba harfi sukunlik bo'lganida qalqali qilib o'qiladi. Siba, siba. Sam, sam. Sin, sin. Samar, samar. Saman, saman. Demak, bu qatorni takrorlaymiz. Bas, siba, sam, sin, samar, saman. Thawru, thawru. Thawbu, thawbu. Thaybu, thaybu. Mithlu, mithlu. Muthlu,
مثل 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 ثور ثوب ثيب مثل 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 navbatdagisi كوثر كوثر أكثر أكثر يكثر يكثر أثبت أثبت يثبت يثبت كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت استكثر استكثر يستكثر يستكثر استثقل استثقل يستثقل يستثقل استكثر يستكثر استثقل يستثقل. Mana bu yerda sin va sa harflarini bir-biriga solishtirib kalimalarni keltirgan. Yaxshilab e'tibor beramiz shu joyiga. Ya'ni bir-biriga o'xshash kalimalarni keltiryapti. Samar 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 sabtu 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 salsu 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 salsu. Demak, sa harfini ham yakunladik. Navbatdagi harf sod harfi. Bu sod harfi o'zbek tilida bunaqa tovush yo'q. Bunga o'xshash tovush yo'q o'zbek tilida. Bu avval sod harfini maxraj bilan tanishaylik. Mana bu yerda sod harfini maxraji ko'rsatilgan. Mana bu. Demak, sod harfi tilning uchi pastki tishning pastki tishning orqa tarafiga tilning uchi qo'yilishi natijasida hosil qilinadi. Demak, rasmga e'tibor beramiz. Mana bu tilning uchi pastki tishni orqasiga, orqa tarafiga, ichkari tarafiga qo'yilyapti-da va og'iz to'ldirib, sal yo'g'onroq qilib talaffuz qilinadi. Sodi, sodi, ash, sodi. Shu tarzda. Mana bu sod harfini alohida biron bir harfga qo'shilmasdan o'zi kelgandagi shakli. Va bu yerda sod harfi so'zni boshidagi shakli, kalimani boshida mana shu shaklda yoziladi. Va bu esa sod harfi so'zni o'rtasida
kalimani o'rtasida yozilish shakli va bu yerda esa kalimani oxiridagi yozilish shakli. Demak, endi sod harfini yana harakatlari va boshqa harflarga qo'shib o'qishlikni o'rganamiz. Demak, sod harfi fathalik. Sod harfi fatha bilan o'qilganida so, so, so shu tarzda talaffuz qilinadi. Kasralik si, si, zammalik su, su. Keyingisi sum, sum. Sif, sif. Fas, fas. Safar, saraf, saraf, saraf. Sabar, sabar. Basar, basar. Qasabe, qasabe. Bu qatorni takrorlayman. Sum, sif, fas, saraf, sabar, basar, qasabe. Navbatdagisi nasara, nasara. Yansuru, yansuru. Istabsara, istabsara. Yastabsiru, yastabsiru. Nasara, yansuru. Istabsara, yastabsiru. Mana bu yerga ham yaxshilab e'tibor beramiz. Sin va sod harflarini bir-biriga solishtirib keltirilgan. Demak, buni talaffuzi safar, 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 safar. Sayfu, soyfu, sayfu, soyfu. Intasaba, 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 intasaba. Sod harfini ham yakunladik. Demak, bugungi darsimiz 3 ta harf bilan tanishdik. Birinchi harfimiz sin harfi. Sin harfi bilan ham tanishdik. Va keyingisi sa harfi va oxirgisi sod harflari. Demak, bu harflar bilan tanishib oldik. Inshaalloh keyingi darsimiz, navbatdagi darsimiz to harfi haqida bo'ladi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo darslarimizni davom qilsin. Barchamizga manfaatli qilsin. Subhanakallohumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastag'firuka va natubu ilayk.